Butun molni yopdik. Chunki biz bu yoqda 50 million uchun ekstremal bekmachi o'ynaymiz. Ishtirokchilarning hammasi o'tgan saralash o'yinlarimizning g'oliblari. 15-ishtirokchiga esa sizlar izohlarda ovoz berib tanlashingiz kerak edi va o'ta qattiq jangda Bekmirza yutdilar. Birinchi challenge o'yin boshlanishidan oldin bo'ladi. Hamma ishtirokchilar birma-bir karta tanlab olishdi. Kartalarning 14 tasi oddiy va bir dona sotqin kartasi bor. O'yinga tiklay oladi. Пойдем, брат. Смотрите там. Ko'pchilik tepaga chiqdi. Birinchi tepaga borib. Hayajon bor. 2 soat oldin kelib biz joylarni ko'rganmiz, shuning uchun javoblarimiz liftga ketdik. Xullas bizga omad tilaylar. Muhimi. Taylab qo'yganman. Oyog'im. Hozir shu yo'lga bir amallab chiqishim kerak. Mana bu торговый center, men shu yo'lga bekinaman. Ko'pchilik liftga ketganini va tepaga chiqishganini men ko'rmadim deb o'ylashyapti. Okey. Menimcha birinchi 3-chi etajdan boshlayman. Menimcha o'shga bormayman deb o'ylashsa kerak. Adno mesga bilmayman. Ochu yoki yo'q hozir ko'ramiz. Mana joyim eng qizig'i 4-etajda. Qo'rqinchlik jo'da. Transformatorlar bor. Qorong'uligi qo'rqinchli. Yo, atrofda kim borligini bilmagan uchun shogirdimga gapiryapman. 3, 2, 1 bo'ldi. Bekindinglarmi yo'qmi? Men sizlarni qidiraman. Men xullas 3-etajga bormaydi deb o'ylagan bo'lardim va aynan shuning uchun men 3 ga boraman. Bolalar o'yin boshlanibdi. Men to'g'ridaman. Игровой zonaga kirishsa men sirazi bilaman. Agar zonaga bu yoqdan mayist yuribdilar. Zonaga shu yuribdilar. Agar bu yoqdan kesilib bu yoqqa ketaman. Men bitta qanday joy bor ekan, shu yerga kirib ko'raman hozir. Xullas o'rtoqlar, men axloqlab tashlab bekonman. Mana bu joyga. O'rtoqlar уже so'nga qidiryaptilar. 4-etaj food court ichida mana bunaqa o'tlarcha bekon oldik. Da, mana shu yerda o'g'on bilan. Albatta like bosib qo'yinglar. Kasotim uchun. Men bunchalik tez topaman deb o'ylamagandim. Siz 4-etajga ketmaysizmi liftdan? Men nima dedim? Taktikamni qaranglar. Просто geniyman. Bemalolman deb o'yladim. Men yerga kirib, qani siqsam bo'larmikan, ko'rmas ekanman deb o'ylab yuruvdim. Birinchi bo'lib chiqqaningiz uchun siz o'yinimizda hech narsa yetmadingiz. Birinchi o'pish kelmasak bo'ldi. Ochiladi deb o'ylamagandim lekin. Endi ochib ko'raman. Hozir yana kimdir 3 ta bor. Javob birinchi bo'lib topildimi? Komandamiz uchun yutaman bu yoqda. Qalay nima deyapti jon? Короче, вот bu joy